Ketdi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Biz Kezekdagi obyektimiz Eski Suzak aylanida bu yerga отопление жасап berib жатабыз. Birinchi etaji topli pol, ikkinchi etaji отопление bo'ladi. Sizlarga kichkina video obzor qilib o'taylik. Bu yoqda do'stim bor. Bas chay, bas. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kichkina ikki so'z filab qo'ysam yaxshi bo'lmoq videoga. Do'stlar, bu obyektni отоплениясын boshlaganmiz. Birinchi etaj teplый pol bo'ladi, ikkinchi etaj radiator bo'ladi. Hozir radiatorlarni ko'rsatib ketayin do'stlar sizlarga. Boshqa do'stlar. Bismillah. Hazır bu yer koridor var. Orta sektor radiatorlarimiz bu yerga. Anadan bu jakda bir şu fazla son konuşacak. Zaten orta kameradan iki yerga qo'yib berganmiz do'stlar. Одна трубка bo'lgan. Закрытый sistemada. Bu jakda bo'lsa санузел var. Санузел. İçeride санузел. Bu jak tipa раздевалка. Санузелga bu yerga сушилка qo'yib beramiz. И ikki komnata teng теплый pol bo'ladi. Bu yer. Tak. Bu jakda. Bu jakda bir komnata var. Bu jakda 18 sektor radiator koyganmiz do'stlar. Radiator teplootlashani, suvni berib turgan radiator var. Trassalar 25 turbadan tortilgan, radiatorga ulangan yeri отпускамен 15 turbadan tortilgan temir turbadan do'stlar. Bu jakda tortilgan do'stlar. Последний bu jakda bir komnata var. 16 sektor radiator koyulgan do'stlar. Bu obyekt yüz bitgandan keyin полный video qilib obzor qilib chiqaramiz do'stlar. Teplodonni kuzatib turiblar. Nomerda opsiya qilib turibman do'stlar. Assalomu alaykum.